Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun, boshlagan kuninglar xayrli, barokatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda Trek avtomobiliga 4 ta kolonka qo'yamiz. Zavodskoy metxum bilan 4 ta kolonkani o'zi qanaqasi zo'r chiqaradi deganda bir nechta variantlar bor. Aynan bugun qo'yayotganimiz Recoil brendidan o'sha saro bo'lib chiqqan 40 nominalli dinamiklar bo'lyapti. Oldiga komponentli dinamiklar qo'yamiz, orqasiga koaksialni qo'yiladi. O'zini zavodskoy kolonkasi mana bunday kolonka chiqqan, ko'rinishidan sifati zo'r, yomon emas. Faqat mana shu ozgina simida defektroq qo'yishgan, shuni hisobiga bu kolonkalar tez ishdan chiqyapti. Ko'pchilik shu sabab ham almashtiryapti, o'zi undan tashqari sifatini yaxshilash uchun almashtirishadi. Orqa kolonkasi bo'lsa sal boshqacharoq, orqa kolonkasi o'sha koaksial degandagi o'zi mana bunaqa chiqqan. Koaksialga mo'ljallab, bu o'sha shiroki polosli ovoz beradigan mana bunaqa tili bor. Oldingi duh komponentliga o'xshab, mana midbasga mo'ljallangan kattaroq dinamik chiqqan. Unisini mana magnetik kichkina orqaniki. Xullas, oldiga visokachastotniki bilan qo'yiladi kolonka, orqaga o'zida bo'ladi visokisi. Mana oldiga qo'yiladigan visokilarimiz zavodskoy joyiga kirib ketadi, ko'rinmasdan radnoydagi turadi. Endi biz qanaqa qildik? Recoil brendidan mana bunaqa kolonkalar bor. Bu kolonkalarni biz podiumga уже qotirib tayyorlab oldik. Mana bunaqa podiumga. Bu mana 40 nominalli, shtampovniy korzinali kolonkalar. Lekin mashinani o'zida zavodskoy metxum bilan shundoq qo'yganda juda ham zo'r chiqaryapti. Rosa zo'r tushdi. Aynan mashinani eshigini obyomiga mash kolonkani o'ynashi juda ham ma'qul tushdi. Buni shtekkerlargacha mana bunaqa payka qilib oldik o'ziga. Mana zavodskoyga o'xshab shundoq radnoy podium bilan joyiga tiqilinadi. Shteker ham joyiga tushadi. Shundoq xotirsak bo'ldi. Shunga qo'yishga ko'p ham vaqt ketmaydi. Agar sizlarda ham shunaqa srochniy qo'ydirish kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar, tez qo'yib hal qilib beramiz. Xudo xolisa 1 soatda hal bo'lyapti bu narsa. Mana buni oddiy olamiz. Buni endi tayyorlab oldim. Oldin prosta bo'lmadi. Kolonkani mana shu podiumga qotirdim. Bu podium zavodskoy kolonkani buzilgan varianti. Bu zavodskoy kolonkan korpusi. Har doim ham bo'vermaydi radnoy kolonkan korpusi. Agar o'zim mashinamni kolonkasini korpusi kerak emas menga, biz tashlab qo'yib yuboraylik desanglar, biz tashlab qo'yib beramiz. Mana shunaqa lekin zo'r chiqadi. Yoki tayyor podiumdan bor qo'yishga, tayyor podium qo'ysa ham bo'ladi. Endi mana bunga tushadigan shtekkerlarimiz ham bor. Mana bunaqa qo'yish shart emas, o'ziga shunday shiqqi terzelkasi chiqadigan variantlari ham bor. Endi hozirgi holatda prosta mana shunaqa bo'lyapti. Zavodskoy podiumga qo'yildi. Uni o'sha mana bitta 7si bor. Orqada mana bitta gubkasi bor. Mana buni tili siqilgan hisobiga yaxshi turadi. Uni joyiga bitta tiqamiz mana. Xo'p. Stickerlarni joyiga tushiramiz. Joyiga qo'yamiz. Keyin bitta qotirib olsak, shu bilan bu o'zidek turadi, bo'ldi. Bu yerda muammo yo'q. Har bitta kolonkani mana shunaqa qotirib chiqamiz. Misol uchun orqaniki ham xuddi shunaqa qotadi. Orqani kolonkasi xuddi shu kolonkani koaksial varianti. Buni peshalkasi o'zida. Mana buni alohida peshalkasi bor, hozir ko'rsataman. Buniki mana o'ziga qo'yilgan. O'zi xuddi shunaqa 16,5 sm-lik, ham yog'i bir xil. Shtekerni mana buni ham o'ziga qo'yib oldik. Podium shu orqa eshikning podiumidan. Xullas birga bir joyiga tushadi. Mana bu yerda ham chiroyli qilib qo'yib olamiz. Mana orqada ham mana bitta mana bunaqa shteker bor, zavodskoy. Shu shtekeriga mos qilib turib, mana tiqamiz prosta. Hop. И joyiga qo'yamiz mana. Bolalar yetisini ham joyiga qo'yib qo'yibdi o'zi. Mana shunday qo'ysak bo'ldi. Bu kolonkalar ham tayyor bo'ladi. Bitta yetisini hozir qotirib chiqamiz. И обшивкаlarni yig'ib olsak ham bo'ladi. Mana shunaqa tez qo'yilinadi. Taxminan 1 soat ichida ustanovka qilib beramiz. Hozir uni stoykasiga visokilarni ham qo'ysak bo'ladi. Hozir narva kolonkalarni ham joyiga tiqib chiqaman-da. Sizlar bitta videoga like bosib qo'yib tomosha qilaverasizlar. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'lsin deb. Imkon qadar mana ishimiz ko'p, vaqtimiz yo'q bo'lsa ham video qo'yib turing. Videolaringiz qiziq bo'lyapti, postoyanli kuzatamiz degan muxlislarimiz bor. Rahmat sizlarga kuzatayotganingizga. Xursandmiz, shunchalik odamlarga ishlarimiz yoqib kuzatayotganidan. Shunga mana video olishga harakat qilamiz, ko'proq sizlarga manfaatli, yoqimli bo'lsin deb. Bitta like bilan qo'llab qo'ysanglar, yana ham xursand bo'lamiz, chunki ko'proq odamlarga yetib boradi videomiz. Mana xudo xolasa mana shunday qotadi, bo'ldi. Buni qiyin joyi yo'q, mana cho'tki qotgan, hammasi plotli joyida o'ynamaydi. Lekin muzikani qo'yganimizda hozir уже mana shu eshikni agar shumka qilsa-yu, вообще zo'r bo'ladi. Shumka qilmasa ham nima deydi? Mana bu kolonka qanaqadir zalotoy seriyna bo'lardi-yu. Oldin ham qanaqadir kolonka qo'yganmiz Nexia'ga. Bagajda bitta kolonkani o'zi bizib tashardi, zo'r o'ynardi degan variantlar bo'lardi, bilasizlar. Qanaqadir удачный chiqib qoladi-yu. Aynan mana shu dinamik Tracker 2 ga bez усилитель
shundoq qo'yganda shunaqa udachniy chiqqan variant zo'r o'ynayapti, ishoninglar. Eshik shumka qilinmagan bo'lsa ham, agar shumka qilsak-ku, yana bir 30% ga moshinalashadi. Bu 4 ta kolonka ustanovkasi bilan $160 qilib beramiz. Podium hamma narsasi o'zimizdan bo'ladi. Agar eshikni shumka qilaman, yana ham yaxshiroq bo'lsin desanglar, $200 ga shum izolyatsiya qilamiz eshikni. Nimaga $200, $100 ga ham qilyapti deyishinglar mumkin. $100 ga $100 shumka qilinadi. Bizda qiladigan shum izolyatsiya eng premium, eng zo'ri qanaqa bo'ladi chunki o'sha eng zo'rini qilib beramiz. Eshik yengil bo'ladi. Hamma narsasi vibrizolyatsiya, termoizolyatsiya. 3-slойga mana ketdi. Vakuum qilish uchun yana bitta vibrizolyatsiya yopishadi, falgasi qalin, особый vibrizolyatsiyadan. Obshivkasiga звук izolyatsiya yopishadi. Yumshoq material bo'ladi, ovoz yutadigan. Xullas hammasi qonun qoidasi bilan cho'tki bo'ladi, ancha yilgacha maza qilib yuradigan qilib beramiz. Shuning uchun shu izolyatsiyaning narxi $100 emas, $200 bo'lishi mumkin, lekin o'shanga yarasha bo'ladi. Materialning o'zi qimmat, materialning o'zi $100 ga bermaydi. Bizda qo'ygan material. Shuning uchun shu izolyatsiyamizni ozgina kimdirlarga qimmat tuyulishi mumkin. Qimmat bo'lishiga sabab sifati yaxshi deydi. Xullas mana 4 ta kolonkani podiumi tayyor bo'lgandan keyin qo'yish juda ham oddiy, oson. Payka qilib orqalaridan ancha ish bo'ldi. Shteklarni to'g'rilab keltirish o'zi bo'lmadi, oson emas. Endi biz qilib yurgan ishimiz bo'lgani uchun maza qilib qo'yamiz uni, lekin o'zi mehnati bor baribir. Prosta qo'yib qo'yasan bo'ldi emas. O'ziga yarasha. Xudo xolasa mana kolonkalarni o'zim qotirib beraman dedim akamga. Mashinani egalariga o'shanga mana o'zim qo'yib beraman. Aytganimdek особый o'z qo'llarim bilan qotiraman deb qo'ydim-da. Shunga aytganimga yarasha qilamiz. O'zi har doim ulguravermaymiz, o'z komanda bo'lib ishlaymiz. Komandamizni juda ham sifatli ishlaydi, ustalarimiz professional bo'lyapti. Mana shu videoda ko'rayotgan ishlarni 90% ni men qilmayman, meni qo'lim ulgurmaydi shuncha ishga. 90% ni komandamiz, ustalarimiz qiladi. Shu sizlar ko'rayotgan sifat, sizlar ko'rayotgan yaxshi ishlar hammasi mana shu komandamizdan qilingan ishlardan bo'ladi. Shuning uchun kelganda faqat o'zingiz qilib bering. Desanglar, hop harakat qilaman qilishga, lekin fizически ulgurmayman men qilishga. Komanda bilan ishlaymiz. Mana shu ko'rayotgan sifatinglar, xullas komandaning sifati. Mana 4 ta kolonkani ko'rdinglar, ko'zinglar oldida qotirib tashladim. Bor yo'q 7 minut ketdi. Даже videoga olib qotiryapman. Video sal noqulay bo'lyapti. Shunda ham 7 minut ketdi. Qo'yishga xullas 1 soatda ulguramiz-da inshaalloh. Mana bu yerda hop kameramiz turarmikan bu yerda turar ekan. Bu yerda mana bu oldi stoykani ochib olamiz-da. Ochgandan keyin bitta 7si bor. 7sini ko'rsatamiz. Hozir buni peshalkasi qayerda turadi, qanaqa xotirladi, uni ham bitta ko'rsataman. Zavodskoy peshalkasi sholkuy yaxshi peshalka qo'yilgan, oldingani gentraldagi tufta emasda, sal tuzroq peshalka, lekin moshinasini past qilib qo'ygan, nima deydi? Sifatli narsani quvvatsizini qo'yib qo'yganda, pastroq moshinasi degan. Lekin kачествоsi yomon emas. Yomon peshalka deyolmayman, yaxshi peshalka. Просто слабый qo'yilganda. Mana zavodskoy peshalkamiz bu yerda. Hop. Yoqmasak o'tmayapti bu yoqqa. Mana radnoy peshalkani turishi. Mana. Bu peshalkani bunaqa shtekerda turadi, uzamiz o'rniga. Mana shuni o'rniga hozir ko'rsataman peshalkani, shu peshalkalarni qo'yamiz. Xudo xolasa yaxshi chiroyli bo'ladi. Bu ham mana sholkoy sifatli peshalka. Endi Recoil brendimizning peshalkasini ko'ramiz. U undan ham yaxshi, undan ham sifatliroq. Peshalkamiz bu yerda turibdi. Stoykani olib olish kerak. Stoykaga visokini xullas chiroyli qilib o'rnatib olish kerak. Ozgina shu izolyatsiya, shunga o'xshagan ishlarimiz ko'p. Mana bu yerda qaranglar. Mana bu Captiva'ni bugun bitirishimiz kerak. Ancha ishi bo'lgan. Bu mashinani olib qoldik, bu ham yana buni faralarni yonishini o'zgartirish kerak, bir karbonli ishlar bor, bir ikkita bokovey bor, broneplyonka ishlari bor. Mana bu polniy shu izolyatsiya akustikasi bilan mashinamiz chiqyapti. Bularni ham alohida videolar chiqadi. Xudo xolisa kuzatib turasizlar. O'shanga podpiska qilib qo'yinglar. Mana shunaqa qiziq videolarni o'tkazib ko'rib turish uchun. Trekker mashinasi hozirgi kunda trendda bo'lgani uchun ko'pchilikga qiziq bo'lyapti, videoni ko'proq ko'rishyapti. Mana bu kolonkamizning peshalkasi bo'ladi. Mana sholkuy. Mashina, mana shu zavodskoy joyiga, mana bu yerga qo'yamiz. Mana buni ko'rasizlar, setkali joyini o'sha yerga o'rnatamiz. Simlarida o'zi filtri bo'ladi. Mana bu filtrimiz ham bor. Mana bu filtrlari qo'yiladi bunga. Filtr qo'yilishiga sabab mana bu o'zida ham filtr bor, zavodskoy peshalkasida filtr bor, ko'rasizlar.
Bunga mana shu filtr qo'yiladi. Shu bilan chiroyli ishlab beradi. Xudo xolasa chiroyli qilib o'rnatamiz, bitta muzika qo'yib ko'ramiz, qanaqa o'ynayapti. Baland qilmasak ham shu pastroq urovingda qanaqa o'ynayotganini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ana xudo xolasa obshipkalarimiz ham yopildi. Bu yoq taraf ikkitasini yopmay turibman. Kalonkani bitta xodini ko'ramiz. Shunda bitta ko'rsak bo'ldi, xudo xolasa. Mana burchakda oxirgi detalni tiqsak. Shunda tiqsak tushadi, o'zi tepadan tiqib yuborgan tushadi. Ya, klipsini ekan. Shu klipsini unda tushirib yuborsa bo'lmaydimi joyida? Ha, bo'ldi. Yoptirishing shunda bitta anaqa qo'yib ko'rayman. Ana xudo xolasa. Каждый поворот — это мой контракт. Тюнинг-бокс, машина оживает, скорость и комфорт вместе загорает. Каждый миг на трассе словно полет. Тюнинг-бокс вперед меня ведет. To'rani gromkosti baland emas, lekin mashinada avion bor, sразу paydo bo'ldi. Orqada ham kalonkamiz bor, orqa kalonkamiz ham o'ziga yarasha mana shunaqa bas avion beryapti. Baribir oldi kalonkadan kuchliroq avion chiqadi, chunki Tracker o'zida aynan oldiga kelayotgan ovoz bilan orqaga kelayotgan ovoz ikki xil bo'ladi. Oldiga ko'proq ketadi, orqaga pastroq ketadi. Qanaqadir mana shu kalonkalar tushgan mana shu mashinaga. Endi hozir bu yerda baribir sizlarga qo'yib berganim bilan aniq yetib bormaydi. Lekin mana o'zim fikrimni aytayapman. Budjetning hamyonbop mana kalonkani o'zi bo'lsin, zo'r bo'lsin desanglar, normalniy o'ynab beryapti mana shu kalonkalar. Tavsiya qilamiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bilan qo'llab qo'yasizlar. Xudo xolasa qiziqarli video bilan ko'proq bo'lishib turamiz. Nima qiziq aynan, qaysi joyini ko'rsatdik, shu joylarni ham yozsanglar kommentariyaga, shunga qarab keyingi videolarimizda yana yangiliklar sizlarga qiziqroq olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. Tüningbokx kanalidan uzoqlashmanglar. Podpiska qilmaganlar podpiska bo'linglar. Hammalarni salonimizda kutib qolamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Xudo xolasa mashinamizning egalari ham yetib kelishdi. Akustikani ham ig'ib qo'ydik chiroyli qilib. Мчимся по городу, ночь нас ведет. Адреналин в крови, дорога зовет. Газ, пол и мотор отвечает так. Visokelar ham rosa sochni o'ynayapti. Каждый поворот — это мой контракт. Тюнинг-бокс, машина оживает, скорость и комфорт. Mashinaning ichida sochli ovoz yaxshi, lekin mikrofonni oxirgacha baland qilsa, ozgina birlab ketyapti. Bu mikrofonning o'zini kamchiligi. Mikrofonning ichidan musor ovozi chiqyapti. Balandligini 30 dan oshirgandan keyin, shu 35 dan oshgandan keyin ozgina vijilyapti. Bu mikrofonning kamchiligi. Shunga biz bu kamchilikni yo'qotish maqsadida shu 30-35 ni maksimal gromkostga qilib qo'ydik, bo'ldi. Shu 35 ga ko'targanda maksimallikni qanaqa baland o'ynardi, xuddi shunaqa baland o'ynaydigan qilib qo'ydik. Yo'g'iga ko'tarish shart bo'lmaydi, o'sha normalniy chiqaraveradi o'shanda 30-35 balandlikda. Mabodo bu protsessor bitta ustun tarafda Bluetoothdan protsessor o'ziga ulanib turib, premium protsessordan muzikani eshitsa bo'ladi. Faqat baland pastini telefon orqali qilib yuriladi. Shunday qulaylik bor. Uni ham alohida ekranli displeyi bor. Bu displeydan ham bor protsessorimizdan o'shani qo'yib qo'yilsa agar alohida, misol uchun mana bu yoqqa o'tbetga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Uni ham mikrofonga o'xshab turadi, kichkina. Bluetooth o'zidan ulab turib, protsessor o'zini alohida nastroyka qilsa bo'ladi. Shunday qo'shimcha device ham bor protsessorimizdan, mabodo shunaqa qilsa ham bo'ladi. Xullas mashinamizda tayyor, mana rullari, sidinalari hamma narsasi xudo xolasa ko'ngildagidek chiroyli chiqdi. Egalari ko'rdilar, yoqdi, hamma narsasi chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa mana egalariga topshiramiz. Sizlar ham shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Sizlarga ham chiroyli qilib, xudo xolasa yig'ib beramiz. Bitta like bilan qo'llab qo'yib, podpiska qilib, hammalarni Tüningbokx saloniga kutib qolamiz. Shu podpiska qilib qo'yishni, like bosishni esdan chiqarmasanglar bo'ldi. Biz videoni sizlar uchun harakat qilib ovomiz, sizlarga qiziq bo'lsin deb. Fikringlarni kommentariyaga yozinglar. Nima kamchilik bo'lyapti videoda? Nimani olsa yaxshiroq bo'lardi yoki qaysi joyini qanaqa olish kerak, nima qiziq, shuni yozsanglar, shunga qarab sizlarga qarab huzurroq video olishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.